Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlar, hammaga xayrli kech. Halil Smart do'konimizdan sizlarga ozgina ishlangan hamda yangi telefonlarni qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. Xudo xolasa hammasi hamyonbop narxlarda o'zingizlarga, oila a'zolariga, yaqinlarga tanish bilishlar bemalol tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Hammasini tanishtirib o'tamiz. Yangilarni ham, rabochilarni ham, yangilarni ham qo'ldan olib qo'yilganlari bor, arzon narxda chiqadi. Notebook, planshet, cho'ntak, Wi-Fi nima kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Albatta bu telefonlarimiz ko'pi Telegram kanalda o'zida sotilib ketyapti. Arzon narxda qo'yapmiz. Buning uchun Telegram kanal silkasini qoldiramiz. Kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, yangilar birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Qaysi telefon ma'qul kelsa, albatta telefon qilsanglar, aytgan joylarga dastavka ham qilib beraveramiz. 12 ta viloyatga O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Emo pochta, BTS pochta yoki bo'lmasam taksi orqali yaqin o'rtada bo'lsanglar o'zimiz ham olib borib beraveramiz. Muddatli to'lovga ham telefonlar chiqadi. Shu ko'rib turgan hamma telefonlar chiqadi muddatli to'lovga. So'rayotganlarga endi hammaning ham puli yo'q, sharoiti yo'qlar. Muddatli to'lovga bitta pasportga evaziga 1,9 million so'mgacha telefon beramiz. Yoki 800 ming so'm oldindan naqd pul beradigan bo'lsanglar 3,4 million so'm, 4 million so'mgacha telefondan beraveramiz. Ish haqinglar, pensiya yoshidagi odamlar bo'lsa 5-10 million so'mgacha telefon olsanglar bo'laveradi. Yangini ham, rabochini ham. Qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar naqd pulga ham, muddatli to'lovga ham qilib beraveramiz, barterga ham qilib beraveramiz. Agar sizlar sotiladigan telefon bo'lsa ham o'zimizga aloqaga chiqinglar, olib kelsanglar ham ko'rib olib qolaveramiz yoki dastavka qilib chiqarib yuborsanglar ham telefonlarni ko'rib kelishib olib qolaveramiz. Naqd pul desanglar naqd pul jo'natib yuboramiz, xohlasalar kartalarga tushirib beramiz. Qani bo'lmasam ketdik, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam birinchi telefonimiz iPhone 7 Plus, holati yaxshi. Aybi sim karta o'qimaydi ekan, nimagadir akkuratdan yechilganmi shunaqa, lekin xotirasi 256 GB ekan. Rasm, video, internetga Wi-Fi da ishlatgani qulay. Ishlash sifati zo'r, hamma yo'g'i yaxshi. 256 GB xotirali iPhone'da arzon narxda so'rayotganlarga marhamat. O'zi 700 ming 800 ga ham arz, 700 ming 800 ming so'mga ham arziydi. 256 taligi. Lekin 600 ming so'm qilib beramiz kanalimiz obunachilar, kameralar, tiniq ovozlar bilan bitta aybi sim karta solib ishlatalmaysizlar, xolos qolgan hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Bu iPhone 7 Plus'imiz. Endi arzon narxda Redmi 9'imiz bor. 64 xotira, rabochiy telefon, lekin hamma yo'g'i ishlaydi. Chaqa-chuqalari bor, ozgina ikkita sim karta ishlaydi. 4 ga 64 talik. Qolgan hamma yo'g'i yaxshi. Telefonimizni 600 ming so'm qilib beramiz oxiri. 650 deyapmiz, 600 qilib beramiz. iPhone 6'miz bor, ixcham telefon 128 xotira, 100 yo'mkisda. Telefonimizni buni ham 600 qilib beramiz oxiri. Hamma yo'g'i ishlayveradi, hech qanaqa muammosi yo'q. Endi iPhone 6'larga Instagram, Telegramlarda bu narsalarda o'qimasligi mumkin, lekin 600 ga arziydi, ixcham 128 xotiraligi. Yaxshi tomoni shu. Xo'sh, iPhone XR'imiz bor, 128 xotira, 100 yo'mkisda. Ekranlari original, aynaga alishgan ekan. Aynaga alishgan, qolgan hamma yo'g'i yaxshi. 0216 motor terib qo'ydik, 0216. Короче, ashnaqa. Ham qolgan hamma yo'g'i yaxshi. 0216 mana. Abadoylari, orqa ko'rinishlari, hamma yo'q zo'r ishlayveradi. Face turtonlari bor, Imegadan o'tgani, hech qanaqa muammosi yo'q telefonda. 100 yo'mkisda 128 tal, 1,700 deyapmiz, 1,600 ming so'm qilib beramiz oxirgi telefonimiz. iPhone 11 bor. iPhone 11 bor, 84 yo'mkisda 64 tal, 2,5 million deyapmiz, 2,400 qilib beramiz. Abadoylari ham tiniq, toza, hech qanaqa muammosi yo'q. Xudo xolasa face turtoni bor, Imegadan o'tgan holatda. Zaryadi yo'q ekan, qolgan hamma yo'g'i yaxshi. 2,400 ga 200 dollarga qilib beramiz buni oxiri. Endi iPhone 11 da oq rangdagisi ham bor, xohlasanglar, ana 100 yo'mkisda 64 talik, yaxshi, tiniq holatda. Bu bezimeyka. Aybi mayta ozgina aynada ham uchgan joyi bor. Nomiga u bilmas, stikli qo'ysam o'zi yo'qib ketadi. Imegadan o'tmaganligi uchun 1,500 qilib beramiz uni oxiri. Imegadan o'tkazish ham oson. Xohlasanglar 5-600 ming so'mga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar chet eldan kelayotgan odam bo'lsa 100 ming so'mga o'tkazib olsa ham bo'laveradi. iPhone 11 bezimeyka 1,5 million so'm. Endi yana bitta iPhone 11'imiz bor. Har xili bor, hamma puliga yarashasini olaveradi, holati yoqqani. Ozgina chaqa-chuqalari bor. 70 yo'mkisda 64 talik face turtoni bor. iPhone 11 abadoylarini ham ko'ringlar. Face turtoni bor. Xudo xolasa aybi yo'q. Bundan zaryad yo'q ekan. Buni 2,100 deyapmiz, 2 million so'm qilib beramiz. Mashina zaryadga suqib qo'yadi, zaryad olib turadi. Video qo'yganimiz shu.
Yana qaysi telefon zaryadi yo'q edi. iPhone 11 buni ham. Hozir buni ham ko'rib beramiz. Mana shu iPhone 11 dan zaryad yo'q edi. Buni ham suqib beramiz. Zaryad olib turadi. Kimga qaysi telefon kerak bo'lsa, sразу screenshot qilib, rasm videosini tashlab, telefon qilsalar olsalar bo'laveradi. Bu ham iPhone 11. Kamera zashtiragicha qo'yib qo'yilgan 84 yo'mkista 64 talik 2200 ming so'm qilib beramiz. Steklo chexoli sovg'a bo'ladi. Telefonimiz hamma yo'g'i yaxshi, aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Radnoy holatda, hech qanaqa muammosi yo'q. Face turtoni bor, 64 xotira, 184 yo'mkista. iPhone 11 oq rangda. Rasm moduli ham oq rang bo'lsa-da, ko'pchilik olyapti. iPhone 11 oq rangda yana bittasi bor. Endi bu 128 xotiralik 100 yo'mkista usulli batareyka qo'yilgan. Batareyka qo'yilgani yaxshi deb o'ylayman, shaxsan meni fikrim. Sizlar nima deysizlar? Batareyka qo'yilgani eski 3-4 yil oldingi batareykadan ko'ra yangi batareyka zo'r. 128 xotira bo'lib, mana shuni tavsiya qilaman. 2,5 million so'm deyapsiz. Oxiri 2 million 400 qilib beramiz. Mana shu turishda olsanglar. Olasizlar, steklo, chexol, bitta zaryadchi qo'shib beramiz. 2,5 million so'm bo'ladi. iPhone 11 Pro 79 yo'mkista 64 talik za ikkita sim kartali 2 million 700 deyapsiz. 2 million 600 qilib beramiz. Radnoy ekan. Ikkita sim kartasi ham MIKdan o'tgan. 2 million 700 deyapsiz. 2 million 600 ming so'm qilib beramiz buni. iPhone 11'imizni, 11 Pro'ni. iPhone 11 Pro endi 256 taligi bor, 85 yo'mkista hamma yo'q yaxshi, aybi yo'q. Endi rабочий telefon ishlangan, yangi emas. Face turtoni bor, mana ishlayveradi. Face turtoni bor, ovozi baland, kamerasi tiniq. Zato iPhone 11 Pro 256 xotira, 85 yo'mkista, 2 million 800 deyapsiz, 2 million 700 qilib beramiz uni. Endi iPhone 12'miz bor. Ishlash sifati zo'r, 77 yo'mkista, 128 talik, hamma yo'g'i yaxshi. Face turtini 2 million 800 deyapsiz, 2 million 700 qilib beramiz. 2 million 700 ga steklo, chexol, bitta zaryadchiga ham qo'shib beramiz. iPhone 12 ni o'zi deganlar. iPhone 12 Pro bor. Zo'r holatda 77 yo'mkista, 128 talik, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Vakuum desa ham bo'laveradi. 270 dollar deyapsiz, 260 qilib beramiz. Face turton IMEKdan o'tgan tonirovka steklolar bilan 270 deyapsiz, 260 qilib beramiz oxiri. iPhone 12 Pro da. Endi iPhone 12 Pro da arzonrog'i ham bor xolasanglar, ha? 73 yo'mkista 128 talik, bu ham radnoy hamma yo'q. Xudo xolasa, aybi nuqsoni yo'q. Face turton 250 deyapsiz, 240 dollar qilib beramiz. iPhone 12 Pro'lar bular, arzonroq narxlarda, xudo xolasa. Redmi Note 13'imiz bor. 8 operativka 128 xotira 1 million 300 deyapmiz, 1 million 200 qilib beramiz. Endi ozgina chaqa-chuqa manaqa kraskasi o'chgan joylari bor, lekin radnoy 108 megapiksel kamera, 5000 mAh batareyka, 8 operativka вообще zo'r uchaveradi. Ishlatib maza qilasizlar Redmi'larda ham. Masalan, zaryadi uzoqqa yetadi, ovozi baland, ishlashi zo'r, Mi pultlari bor. Pansiyani, trezer ulab olib ishlatsanglar bo'ladi pultlarni ham. Har tomonlama yaxshi bu telefonlardan. 1 million 300 deyapmiz, 1 million 200 qilib beramiz buni. Xo'p, endi 10 Plus bor, OnePlusmi? 10 Plus degan telefonimiz bor. Buni ham hamma yo'g'i yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. Ekranlari hamma yo'g'i toza, 8 operativka 128 xotira, 1,5 million da 1 million 400 qilib beramiz. Bu PUBG'chilarga 90 fps ko'tarib berar ekan, 90 mi, 60 mi? Eng kami 60, bo'lmasam 90 fps gacha ko'tarib berar ekan. 10 Plus. Hop, bitta aniq nomini aytib beraman sizlarga. Obustroystvo 10 Plus Nord C BG degani 128 xotira, prosessor Snapdragon 4,5 mAh batareyka, 8 operativka bo'ladi, 64 megapiksel kamera. Kamerasi ham o'ta tiniq ekan. Puliga arziydi xudo xolasa bu telefonimiz. 1,5 million deyapman, 1 million 400 qilib beramiz buni. Endi Samsung Galaxy A54 BG bor. Yaxshi holatda, ozgina tepasida chaqa-chuqasi bor ekan, nomiga mana shu yerda. Lekin qolgan hamma yo'g'i zo'r. 54 BG 6 ga 128 talik 2 million deyapmiz. Kam qilib beramiz xudo xolasa. Mana shunaqa edi parollar, adashmasam, parolni ham yo'qotmayapmiz. Xo'p, 8 operativka 256 GB xotira, 8 ga 256 talik 2 million so'm qilib beramiz. Steklo chexoli ichida bo'ladi. 6 ga 128 deb notor yozilgan ekan. 2 million so'mga steklo chexollar ichida bo'ladi. 8 ga 256 talik A54 BG. Endi S10 BG bor, bilsanglar, arzon narxda qo'yadigan ozgina aynayda sig'ig'i borlar. Buni ham ozgina aynayda sig'ig'i bor, lekin matli plyonkalar tortib qo'yilgan, даже bilinmaydi singan joy. Mana bu yerda bu joyda bor deycha. 1 million 400 ga 1 million 300 qilib beramiz. Bu kompyuter o'tgan bo'ladi. Imekasi, muammosi yo'q, muammosi bank ilovalarida o'qimasligi mumkin. Qolgan hamma yo'q zo'r. 8256 talik S10 BG, o'yin o'ynasa ham zo'r, rasm videoga ham har tomonlama yaxshi telefon. Kamerasi tiniq, ovozi baland, zato S10 BG telefonimiz 1 million 300 ming so'mga. Vashi kapika narx. Arzon narx kerak.
iPhone 11 Pro'miz bitta qolib ketgan ekan, oq rangda. Mana ko'ringlar, 100 yomkisi 64 talik, 2600 deyapmiz, 2400 qilib beramiz. Abadoylari ham yaxshi, hamma yo'li yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. Xudo xolasa Face Turk'dan 2.500 qilib beramiz bu iPhone'imizni. iPhone deyman, Samsung S10e bor. Dunyodagi eng ixcham telefonlardan 6 ga 128. O'ta tiniq holatda, imeykalari o'tgan, ishlatib maza qilasizlar, отпечаток hamma yo'q ishlaydi. Kamera tiniq, ovoz baland, xudo xolasa ishlatib maza qilasizlar. Puliga arziydi. 6 ga 128 talik, 1,5 million deyapmiz, 1,400,000 so'm qilib beramiz. Zo'r telefon. Ota-onamizga, o'zimizga ishlatgani dahshat. Olib beringlar, maza qilib ishlatishadi, xudo xolasa. O'zimiz ishlasak ham maza ishlatamiz. Yozdi kuniga ixcham. Ish pishda, rol puldagi odamlar bitta qo'lda bemalol ishlataveradi. Cho'ntagida ham ixcham bilinmaydi. Tavsiya qilaman 1,400,000 ga, zo'r narx, puliga arziydi. Endi Tecno Camon 40 bor, yangidek, holat zo'r, bu nuqsoni yo'q. 8 ga 128 talik, 2.100,000 yapsiz, 2 million qilib beramiz. Steklo, chexol, zaryadchi, korobkadagi full komplekt, yangi ekan, hech qancha ishlamagan holat. Endi Tecno Spark 40 Pro Plus bor, bu ham korobkadagi zaryadchi, full komplekt holat, 8256 GB, 2 million so'm qilib beramiz. Oxiri buni ham zo'r holatda, xudo xolasa. Samsung Galaxy S21 BG da arzon narxda so'rayotganlar bor edi. 1.800 ga 1.700 qilib beramiz. 8256 talik. Atrofda abadoyda anaqa ozgina chaqa-chuqalari bor, lekin radnoy hech yetalishmagan, yetmagan. Maytda ozgina uchgan joyi bor. Shuning uchun arzon. Qolgan hamma yo'q yaxshi. BG podeshga qiladi masalan. Yaxshi telefonda. Ixchamligi zo'r, ekranlari tiniq, toza. 8256 GB xotiraligi. Ozgina uringan joylar bor, lekin 1.700 ga S21 BG zo'r. Har tomonlama yaxshi ishlaydi, puliga arziydi, xudo xolasa. S22 so'rayotganlarga S22 ham bor, ideal holatda, zo'r. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi, tiniq ekan, ko'ringlar. 8256 talik, 2.900,000 so'm qilib beramiz. Eng ixcham, eng sifatli, eng zo'r telefonlardan, xudo xolasa. S22 BG koreyskiy bitta sim kartali, imeykadan o'tgan radnoy. 8256 talik, 2.800 qilib beramiz buni. Hop, Honor X9D larimiz bor. Honor X9D BG 8256 talik, ideal holatda, korobkadagi dokument yo'q, lekin garantiyasi bor. 3.300,000 deyapmiz, 3.200 qilib beramiz. Zo'r holatda, 8300 amper batareyka. 8300 amper batareyka, 8256 GB xotira, hamma yo'q. Radnoy, hech qanaqa bir muammosi yo'q telefonimizda. Garantiyalar qilib beramiz. Hech qancha ishlamagan. Korobkasi ham kelib qolsa beraveramiz, garantiyasi bor, korobkasi yo'q bo'lsa ham lekin. O telefonimizni 3.200,000 so'm qilib beramiz oxiri, qora rangda. Honor X9D BG so'rayotganlarga tavsiya qilaverasizlar. A54 larimiz bor. A54 BG lar bor, qaranglar, 8 ga 128 taligini 1.900,000, 8256 taligini 2 million so'm qilib beramiz. Steklo chexollari sovg'a bo'ladi, holatiga qarab. 54 lar 3 ta bo'ldi, ko'rdinglar, 256 talar 2 million deyapmiz. 1.900,000 dan 256 talar. Yo'q, 256 taliklari 2 million so'mdan ekan, kechirasizlar, adashib ketdim. 1.900 ga 8 ga 128 talik A54 BG. Cho'lasi ham yaxshi, radnoy, xudo xolasa, Alisher netmagan, boshqa bo'lmagan. 54 BG lar, lekin puliga arziydi, 2 million so'mdan atrofda bo'lsa. Tavsiya qilaverasizlar bularga, yaqinlariga. A35 BG larimiz bor. 8 ga 128 taligi bor, 6 ga 128 talik. Zo'r telefonlar. 6 ga 128 ta 2.400 deyapsiz, 2.300 qilib beramiz. 8 ga 128 talikda ideal holatda bo'lgan. Buni korobkasi bor, 2.300, korobkasi yo'q. 2.200 qilib beramiz oxiri. 100,000 arzoniga, lekin korobkasi borga ham, yo'qqa ham garantiya, radnoy, tiniq holatda kelasi ham. 35 BG telefonlarimiz ular endi. Redmi Note 15 Pro larimiz. Redmi Note 15 Pro qarosi, 200 megapiksel kamera, hech qancha ishlamagan, endi 1-2 oy ishlangan telefon. 2.900 yapsiz, 2.800 qilib beramiz. Korobkadagi zaryadchigi bor. Redmi Note 15 Pro. 2.800 ga. 3 million deyapmiz. Bu bitta ikkita sikil xolos, adashmasam 1-2 oy ishlaganmikin, ozgina ishlagan. 8256 talik full komplekt, 3 million deyapmiz. Buni ham 2.800 qilib beramiz. Короче, Redmi Note 15 Pro lar ozgina ishlanganlar 2.800 dan, korobkadagi zaryadchi full komplekt holatda. Zo'r narxi, xudo xolasa. Endi Redmi Note 15 Pro BG'si ham bor. Mana
bir kun ishlagan xolos. Bir kun yo 2 kun ishlagan Alloh alam 3200 qilib beramiz. Bu Redmi Note 15 Pro BG'si. Pro'ni o'zi BG поддержка qilmaydi. Bular BG поддержка qilaveradi. Zaryad o'chadi deyapti. Hozir bitta zaryadga срочно suqib qo'ymasak bo'lmaydi. Zaryadchilarimiz ham ashincha bittasi nima emas, bo'sh emas. Короче, shunaqa Redmi Note 15 Pro BG 8256 bir kun ishlagan xolos. Bir kun 2 kun ishlagan yangidek korobkadagi zaryadchi full komplekt telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 3 200 ming so'mga xarid qilishlar mumkin. BG'sini. BG emaslari 2 800 dan. Arzondan Xudo xolasa. Bunisini ham ko'ringlar. Bu ham hech qancha ishlamagan 3 million deyapmiz, 2 800 qilib beramiz. Redmi Note 15 Pro Pro'si. Bunisi ham Redmi Note 15 Pro BG'si. Bunisi 3 million so'm ekan, korobka zaryadchiga yo'qligi uchun. Lekin BG поддержка qiladi, 2 900 qilib beraman. Redmi Note 15 Pro BG korobka zaryadchiga yo'g'i 2 900 ga, korobka zaryadchiga bori 3 200 ming so'mga. Bu ham yangidek hech qancha ishlamagan bu ham. 8 operatka, 256 GB xotira, mana batareyka. Shunaqa bu ham hech qancha ishlamagan ekan, 1-2 oy ishlangan telefon ekan. BG 2 900 ming so'mga. BG kerak deganlarga bunisi, BG shart emas deganlarga bunisi 2 800, 2 900. Note 15 Pro rabochilarni 2 800 dan qilib beryapmiz. Pro plus BG'sini. Korobkasi yo'g'ini 2 900 ga, korobka zaryadchiga borini 3 200 ming so'mga BG поддержка qiladigan Redmi Note 14 Pro plus BG'si 8256 3 million deyapmiz. Korobka zaryadchilarigacha bor, 120 zaryadchilargacha. Holati ham zo'r. Hech qanaqa ham nuqsoni yo'q. Xudo xolasa 2 900 ming so'm qilib beramiz, 100 ming so'm beramiz. Xiaomi 11 ta BG 8 ga 128 talik zo'r holatda, hech qanaqa ham nuqsoni yo'q. Girovoy telefon 90 FPS ko'tarib beradi, 8 ga 128 taligi. Yaxshi holatda, aybi nuqsoni yo'q. Telefonimiz arzon narxi 2 million 100 deyapmiz, 2 million qilib beramiz. Steklo chexollari abdushi sovg'a bo'ladi bu telefonga. Endi Redmi Note 14 Pro bor, 8 ga 256 talik korobkadagi zaryadchilar bilan full komplekt holatda 2 million 300 ming so'm qilib beramiz buni. Redmi Note 14 Pro'sini. Yana ham bundan-da zo'r, bundan-da qiziq telefonlarimiz hali oldinda. Yangi telefonlarda ham qo'ldan kelib qolgan arzonlari bor. Xudo xolasa, o'tdan narxidan ham qilib beramiz. Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A82 BG zo'r holatda ekan, ozgina ekranda foni bor ekan xolos. Bu ham bilinmas, o'zim ko'rmadim birinchi. Yaxshilab e'tibor bersam, maytlarda nomiga bor ekan. Lekin koreyskiy o'ta tiniq ekan. Abadoylarni ham ko'ringlar, vashcha ekan. Oppoq rangda. 6 ga men aytganim uchun ko'ryapsizlar, bo'lmasa ko'rmaysizlar. Men ham ko'ra olmadim. 6 ga 128 u fon bilinmas, hech qanaqa ziyoni yo'q. 5 yil, 10 yil, 7 yildan ishlatasizlar. 6 operatka 128 xotira AMOLED ekran ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi. 6 ga 128 ta Samsung A82 BG 1 million 700 deyapmiz, 1 million 600 qilib beramiz oxiri. Zo'r holatda, xudo xolasa. Puliga arziydi, rangi ham oq chiroyli. Xiaomi 13 ta 12 256 talik 2 million 800 qilib beramiz. Hamma yo'q yaxshi, korobkadagi zaryadchi yo'qligi uchun arzon. Lekin 12 operativka moshni telefon. Ishlashi sifati zo'r, kameralari tiniq, ovozlari baland, ozgina endi chaqa-chuqalari bor ishlangani uchun, lekin garantiya beramiz. Telefon 120 fps ko'tarib beradi. Rasm, videosi tiniq, ovozlari baland, ishlashi zo'r, garantiyalar qilib beramiz. Puliga 2 martalab arziydi, xudo xolasa. Endi Infinix firmasini Infinix GT 10 Pro'si bor xolasanglar. 12 operativka 256 GB xotira, korobkadagi zaryadchilari ham bo'lishi kerak adashmasam. Bu igrovoy telefon, bular 90 fps yoki 120 fps ko'tarib beraveradi. 5000 ampere batareyka, 8 ga 256 GB xotira, hamma yo'g'i yaxshi, puliga arziydi. 2 million 200 deyapmiz, 2 million 100 qilib beramiz oxiri. Infinix firmasini GT 10 Pro'sini so'raganlar taklif qilaveringlar. Oxiri 2 million qilib beramiz, do'kondan kelib olib ketsanglar. Infinix GT 10 Pro'si ishlashi sifati yaxshisi. Endi Infinix GT 30 Pro'lari bor, 20 Pro'lari bor. Hali igrovoy telefon so'rayotganlarga bemalol tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Infinix GT 20 Pro'si radnoy holatda 2 million 600 deyapmiz, 2,5 million qilib beramiz. 12 256 talik korobka dokumenti bor, xudo xolasa garantiyalarni ham qilib beramiz. Zo'r, aybi nuqsoni yo'q. 1% da mana zaryad turib o'ylab qo'ydilar.
12 operativ 256 GB hozir turadi. Infinix GT 20 Pro. Bu ham indamasdan bas internetga ham, kameraga ham har tomonlama zo'r o'zasi bu telefon. O'yinga ayniqsa 120 FPS ko'tarib beradi. Puli arzon. Infinix GT 30 Pro'larni ko'ringlar, вообще zo'r. Bunisi katta korobka, full komplekt. Korobkadagi men zaryadchi kullilarigacha bor. 3 million 700 deyapmiz. 3 million 600 qilib beramiz. Bunisini korobkadagi men yo'q, lekin zaryadchiga bor. Original 12 256 3 million 300 deyapmiz. 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Kimga qaysi ma'qul kelsa dastavkalari bor. Yangisini desanglar, yangisini ham qilib beramiz. Yangilari 5 million so'm atrofidamikina shunaqa bo'ladi. Yangilari katta korobkalar, kichkina korobkalari arzonroq chiqadi, lekin puliga arziydigan yaxshi narsalar. 2 martalab arziydi desa ham bo'laveradi puliga. Ularni ham arzon narxga beramiz. Dastavkalarimiz bor O'zbekiston bo'ylab. Infinix GT 20 Pro zaryad 1% qolgan ekan. 1% ham o'chmayotgan ekan. Qaranglar, yaxshi zo'r ekan. Puliga arziydi. Endi Samsung Galaxy A17 yangi salafan pachkasi 6 operativga 8 ga 256 talik ekan. Qo'ldan kelib qolgan. Buni optim narxi ham o'zi qimmat bundan aytmasam. 250 sotyapmiz. Bu bir dona qo'ldan kelib qolgan 8 256 talik 230 dollar deyapmiz. 220 qilib beramiz. Yangi pachkasini 8 ga 256 talik. Endi 6 ga 128 taligi ham bor. Bu ham qo'ldan kelib qolgan yangi salafan pachkasi 200 dollar deyapmiz. 190 dollar qilib beramiz. Bu qo'ldan kelib qolgani uchun 6 ga 128 taligini. Yana bitta bor endi A17 bu ham qo'ldan kelgan arzonroq. Bu 4 ga 128 talik 2 million 100 deyapmiz. 2 million so'm qilib beramiz. 2 million 100, 190 dollar, 220 dollar. Bular. Endi A07'lar bor. Yangi salafan pachka 1 yil series garantiyalari bilan 4 GB operativga 128 sotiladi. 140 dollardan 1 million 700, 1 million 800 atrofida chiqadi. Yangi pachka 1 yil garantiyaligi bu. Endi mana 8 ga 256 taligini ko'ringlar. Bu optimdan haligi dillerdan kelgan, ko'chadan kelmagan, qo'ldan olinmagan, lekin 1 yil series garantiya 250 dollar qilib beramiz buni. 8 ga 256 gigabaytligini. Hop, A17 bunisi ham bor ekan. Mana 8 ga 256 talik ko'ryapsizlar, 255 dollar, 250 dollar qilib beramiz. Bitta qo'ldan kelib qolgani 230 dollar qilib beramiz. 220 deligim A07. Bu ham mana shu 145 dollar, 140 dollar qilib beramiz. Buni ham yangi pachkasi. Puliga arziydi, xudo xolasa arzon. Honor X6 ham bor. Yangi salafan pachka bu ham. Endi ochilgan xolos 6 ga 128 taligi qo'ldan kelib qolgani uchun arzon. 1 million 700 deyapmiz, 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. X6 6 ga 128 GB xotiraligi. Endi X8D larimiz ham bor. Honor X8D. Bu taqimmat bo'lib ketdi bular hozir 50 dollar, 100 dollar arzonligi 260 dollar deyapmiz. 265 dollar deyapmiz, 260 dollar qilib beramiz. 3 million 100 ming so'mdan tushadi. Bundan bitta ikkita bor. 8 ga 256 GB xotira, mana 8 256 talik 7000 amper batareyka. Ochilgan xolos, ishlanmagan 1 yil garantiya telefonlar xudo xolasa. Puliga arziydi 3 million 100 ming so'm bo'ladi. O'zi aslida 4 million atrofida bular narxi ham ko'tarilib qolgan. Redmi arzonroq modeli deganlarga Redmi A5 yangi salafan pachkasi 1,5 million so'mga 128 talik bo'ladi xotirasi. 5000 necha ham amper batareyka, 5200 batareykasi ekan. 4 operativga 128 xotira 1,5 million so'm qilib beramiz buni. Yangi pachkasini xudo xolasa. Endi Honor X6 ida 256 xotiraligi ham bor. 6 operativga 256 GB xotira 200 dollar deyapmiz. 195 dollar qilib beramiz buni. Hop, Redmi 15 ham bor xolasanglar, yangi salafan pachkasi 4 ga 128 taligi. 4 ga 128 talik 150 dollar deyapmiz. 145 dollar qilib beramiz. Hop, endi Honordan arzonchi modeli Honor X5D esa yangi chiqqani, plusi 5260 amper batareyka, 1 yil series garantiya, 4 ga 128 talik bo'ladi. 180 dollar deyapmiz. 175 dollar qilib beramiz. Bu yangi pachkasi. Bundan tashqari ham yangi pachka telefonlarimiz ko'p. Redmi deysizlarmi, Honor deysizlarmi, aytganinglar qilib beramiz xudo xolasa. Hop, mana ko'ringlar, ana yangilar, rabochilar. Bundan tashqari ham bor, yangilar ham, rabochilar ham. Mana bitta pastda. Kimga qaysi model kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, xudo xolasa arzon narxda qilib beramiz. Bemalol kelib olib ketsanglar bo'laveradi, dastavka ham qilib beramiz. Bundan tashqari ham telefon ko'p.
minut vaqti ko'payib ketdi. Endi yana ham ko'payib ketib qolmasin. Yana boshqalarga ham tashlab beramiz. Sizlarga qaysi telefon qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Hamyonbop narxda garantiyalar bilan qilib beramiz. Xudo xolasa, mana telefonlarimizni ham ko'ringlar. Mana planshetlarimiz, Wi-Fi'larimiz, detskiy planshetlarimiz, yosh bolalarga aqlli planshetlar va shizorlari 500 mingdan qilib beramiz. Bu cho'ntak Wi-Fi'lar keyin har xilidan bor bularni sim karta tushadigan 4GB podeshya qiladi. Dastavka ham qilib beraveramiz. Hamma yo'q huzur, xudo xolasa. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.